Yeni biz o'zimiz setib olgan senzorlarning ichida mana bu tavrinish sezadigan senzor. Bu odam boshqa vaqtida ya'ni konuk senzor ya sirtqi muhitning ta'sirida bir signal chiqaradi. Ma'lum o'xshash ya'ni sirtqi tavrinish sababidan andan keyin bir signal chiqaradi. Ma bo'lsa magnit ekansak bir signal chiqaradi. Ya'ni sirtqi muhit ta'siridan ma'lum signal hosil bo'lgan bo'ldi. Ya'ni masalan temperatur o'zgargan vaqtida ya'ni temperaturani yine mavi temperatur senzori. Yani temperatürün özgürlüğü asasen mayda şunun masalda signal çıkan buldu. Tagidagi qor bo'g'onlari asosan bir xil turligilar ya. Qizillar qanda deganda yine mayda bundaq o'zgarishchan qarshilik bor. Yeni mesela bunun içinde temperatürünki bu temperatur senzori. Temperatur senzorunki ikki xil ekan mayda. Ma bo'lsa ma bo'lsa 0 voltdan 5 volt doirasida signal chiqardi. Ya'ni monolatda chiqargan bo'ldi, bunun chiqargan signali. Lekin ma bo'lsa yani bu o'xshashlar o'zgarishchan holat bo'ldi. Lekin ma'qul qizilolat x bo'lsa, yani Dianzo asosan bir doir belgilab turdi. Yani bundaq. Yani qanday degan vaqtida qarsini o'zgartgan vaqtimizda doiraning egizpasi o'zgaradi. Ya'ni 0 voltdan 5 voltga bo'lgan doirada o'zgarish yuz beradi. Ya'ni temperatur o'zgarib, agarda bu yerdan chiqqan tok mayadan boshlangan bo'lsa, maya kelgan vaqtida qanday bo'ldi degan vaqtida mushuning doirasiga tanglashgandan keyin yoki tanglashsa yoki yuqori ko'tarilib ketgan ahvolda qanday qildi deganda signal chiqaradi. Buni sirtdan o'zgartga bo'ldigan holatdagi bu xil kontrol uskunlarida ishlatamiz. Ma'lum bo'lsa o'lchash tipidagi ma'lum bo'lsa sirtdan tanishib bo'ldigan ma'qul holatdagi uskunlarga ishlasak yaxshi bo'ldi ma'ni. Bunun hamda asosan hammasini iqtidor asosan o'xshashda bir-biriga. Bularni bir-birlab so'zlashimizning hojati yo'q. Bu senzor haqida mushunchalik to'xtalsak. Bu soat darsimizda endi biz yangi mazmun so'zlaymiz. LED ekran. Yani LED ekran deganimiz mana mana shu. Mana. Yani bunun kurulumuz qanday deganda mayda 8 tal chiroq, mayda 8 tal chiroq ekan. Maydım 8 var. Anondaki bunun kontrollash biti necha degan vaqtimizda matrabda 8 matrab 8 bo'ldi. Lekin bu chiroqning yuzida 64 tal chiroq bor. 64 tal. 64 tal chiroqni 16 tal sim bilan kontrollaymiz. Yani matrab 8 bor. Bu chiroqni kontrol qilgan vaqtimizda agarda biz yine mayadagi chiroq qanaqa chiroq degan vaqtimizda aldingi soat so'zlab o'tgan
ikki qutupli lampa. Cho'qim bir tarafga musbat, bir tarafga manfiy beramiz. Buning qaysi tarafdan musbat, qaysi tarafdan manfiy ishlaydiganligini o'zimiz tekshirib bekitamiz buning. Bu hammasiga biz musbat, hammasiga manfiy berayotgan vaqtimizda hamma chiroq tang yuriydi, mana bunda tang yuriydi. Endi biz buni yuzda qanday xat chiqiramiz? Xohlagan bir chiroqni yondirib, xohlagan bir chiroqni o'chiramiz. Buni kontrollash uchun yani ko'zimizni aldaymiz buningda. Qanday aldaymiz degan vaqtida buni biz tartib bo'yicha avval birinchi qo'rni, anandagi ikkinchi qo'rni, anandagi uchinchi qo'rni, mo'sh tartib bo'yicha 8-chi qo'rga kelamiz. 8-chi qo'r yondirib bo'lgandan keyin yana endi davomli holda aylantirib birinchi qo'rni yondiramiz, anandagi ikkinchini yondiramiz. Mo'sh tartib bo'yicha yana davomli aylantirib yondiramiz. Bunda qilgan vaqtimizda oxirida buning surati intayin tez bo'lganligi uchun xuddi bir xat chiqayotgandek bunda ala shaklida konteynerlarni ko'rsakma xuddi ustidan ostiga bir narsa minayotgandek bir xil tuyg'u shakllanadi. Mana shu konteynerlarni mush xil prinsip bilan yasalgan. Shu avval biz birinchi qo'rni yondiramiz. Birinchi qo'rda avval men ochiqsiz buni. Chiroqlarni yondirmoqchi. Undaqda men qandoq tartib bo'yicha buningga tok bermaydigan vaqtida avval mush hamma putlarni biz Arduino'ning mos bo'lgan putlar qo'laymiz. Ya'ni mana bu digital putlar olsak bo'ldi, xohlagan putlar olsak bo'ldi ekan mana bunda. Yine bunu 16 tal putu var. Şuna mayda 0'dan 7'gacha bo'lgan 8 tal putni ben bir tarafga, andan keyin maydan boshlab 13 maydan 2 tal putni ishlasak bo'ldi ekan. Mush tartib bo'yicha ulg'agandan keyin, andan keyin buni kod yozish tartibi bunda bo'ldi. Avvalma birinchi qo'rni yondiramiz. Bu chaqda biz mos bo'lgan putlarga qanday qilamiz degan vaqtda TDMP beramiz. Ya'ni 0 0 0 0 0 0 1 degan kodni beramiz. Bu chaqda ma'nonga GoTMP keldi, qolganlarga TDMP keldi. Andan keyin ostiga degan vaqtimizda ma'nonga TDMP beramiz, qolganlarga GoTMP bersak bo'ldi. Mushkul bergan vaqtimizda hozir birinchi raqamda ammo birinchi qatimliq kod yozish oxirlashdi. U chog'da biz ikkinchi qatimliq kod yozamiz. Ya'ni ikkinchi qo'rni yondirmoqchi. Ikkinchi qo'rni yondirish uchun avval biz mush qo'rni tanlaymiz. Mush qo'rni tanlash uchun ma'noga 0 deb beramiz. Qolganlar 1 bo'lgan bo'ldi. Ma'noda bo'lsa ma'chira yondirish uchun ma'u 1 bo'ldi, qolganlar 0 bo'ldi. Mush tartib bo'yicha bir taldan yondirsak, andan keyin oxirida mana davrlantirsaklar ma'u LED chiroqniki yuziga xohlagan xatlarni chiqara olamiz degan gap. Raqam lampasi, ma'u raqam lampasi. Buningdan o'xshashlar baytonqi degandek bir prinsip bor buningda. Bundaq bo'lgan bo'lsa, yine her birisi bir tal chiroqdan tutildi. Yani ikki qutupli lampa her birisi. Yine bunun 7 tal putu var. 7 tal putun yine masalda Arduino'nun şu 7 tal putu bulsak buldu. Yani bunun 3, 4, 5, 6, 7 her bir putu mas bo'lgan 7 tal putu var. May bir tal çıkıp var. Bu çağda may 8 tal put var. Yani onundaki yani bir tarafta yan bir tal put artıq. Yani bu tarafni bir olsa plusga, yan bir olsa minus qo'yamiz. Yani demakchi bo'lgani
Avval ma tarafni plus ulgandan keyin anda ma taraflarni xohlagan birisiga biz minus bergan vaqtimizda shuning mos bo'lgan chiroq yo'nil degan gap. Hozir meniki 8 ta put bo'ldi. Ma taraf bitta bo'ldi. Jami 9 ta put bo'ldi. Ba'zilarnikida manba puti 2 ta bo'ldi. Muşunun asasen üzerine aniqlasanglar bo'ldi mani. Qaysi kelgini aniqlaysizlar. Yoki bo'lmasa tordan o'zinglarniki shu LED chiroqniki o'ziga nomer va shinxos bor. Manda ast tarafida shinxos bor. Shu shinxonni kuzatib turib, baydan izlanglar shuningki masxarasini deb turdi. Qaysi putuninki qaysi xil xarakter borligini bilgi bo'ldi shu orqali. Mayga 0 0 0 0 1 0 0 0 degan vaqtimizda mesela matrifni A B C D E F G deb yani F deb her birisi belgi bo'lgandan keyin A B C D E F G eş deydi. Eş bo'lsin kichikniki. O joqda i'ga biz plus ya'ni musbat manfiy birmiz. Yani 0 volt bergan vaqtimizda menga 5 volt bergan vaqtimizda machiroq yuriydi. Ya'ni i puti yuriydi. F tang bersak mayda 1 degan son chiqadi. Anandaki ma cho'ng tipdiksa, yani bu yerda 4 yurish son bor ekan. Endi buningda hozir mananda 8 ta put bo'ldi. Anandaki bu yerga yana 3 sin sizmiz. Mau A chiroqniki har birisiniki mush put o'rtaq bo'ldi. Mush put o'rtaq bo'ldi. Yani ma B putniki ma hammasiniki o'rtaq bo'ldi. Andan keyin ast tarafida yani bu putlarga cho'ng A, cho'ng B, cho'ng C, cho'ng D deb ism qo'ygan bo'lsak, agar biz 1 deganni yozdik bu yerga, kodni berdik, machiroq yondirdik. Bununda bo'ldi ekan. Yani maya 8 ta put bo'ldi. Yani mayadagi manba puti mayada 1 tal chiqadi ekan. U chaqda yani 3 tal ko'paydi ekan manada. U chaqda mayaga biz manfiy birimiz. Manfiy birimiz mayaga musbat birimiz. U chaqda mana bu manfiy bilan musbat o'zaro ulangandan keyin anandan keyin mana chiroq yonida mos bo'lgan chiroqi. Agar men ikkinchisini yondirmoqchi bo'lsak, hammasiga biz manfiyini 0 volt berib o'tgan vaqtimizda ama 4 sini hammasi yonda. Agar biz bu yerga 1 2 3 4 deb bermoqchi bo'lsak, avval bularga musbatni berib, andan keyin mana manfiy berib, mos bo'lgan tokni bergandan keyin andan keyin mana birinchisi yondi, andan keyin mana o'chirib o'tib turib, ikkinchisiga son beramiz. Bu chaqda mana bu manfiy bo'ldi, qolganlari musbat bo'ladi. Degandek ma'qul shaklda yana bayatnigidek tartib bo'yicha aylantirib, andan keyin sonni ko'rsatish maqsadimiz buningda. Yani Arduino'da biz oldingi soatda tuvan bir sinov tokini 5 volt doirasidagi tokni chiqarib, andan keyin senzorlar bilan o'zaro ulab, konok bilan ulab degandek oddiy bo'lgan bir kontrollash bilaklarini yasab sinab qilib qo'ygan bo'ldik. Setib olgan senzorlarning ichida menda bir bo'lak bor. Yani mau. Yani buni biz JDNG deb ataymiz. Odatda bu taq bir tal JDNG. Buningki putidan odatda 3 tal bo'ldi. Odatda mana mayada VCC mayani biz 5 voltga, andan keyin mayani biz GND qo'yamiz. Yani maput bo'lsa, agar biz bu yerga biz 5 volt ulgan bo'lsak, yani ma'ning ichida bir magnit bor.
Shu magnetdan tok o'tib matrapda yana 3 tal put var. Bu taraf biz yuqori besim ulaymiz, yana 220 volt. Bo'lgan besim ulaymiz. Matrapga biz 5 volt dairesidagi tokni ulaymiz. Bu chaqda biz ma tuvan besim orqali ma yuqori besimni kontrol etmoqchiga yetalaymiz. Endi biz bu yerdagi ma 2 tane talab istasak bo'ldi. O'zgarishchan toka. Biz bir motorni ulmoqchi. Biz mavu kelgani basqaman motor aylanış başlaydı. Biz buni yani mavu Arduino orqali kontrol etmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz degan vaqtida, endi mavu o'zgarning iziga, yani kelgani iziga, yani bunda bir kelgani o'rlashtiramiz. Yani bu tarafda bir magnet bor, bunda. Yani ikki tarafiga agar biz 5 volt ursak, ma kelgan besiladi. Mana deyilayotgan kelgan naq mush shu, Yani ma ikkiga biz qanday qilamiz degan vaqtida, bunda o'laymiz. Manda ursak, andan keyin biz bu yerga besim bergan vaqtimizda, 5 volt tok bergan vaqtimizda, ama ikkisi o'zaro chetildi. Shuning bilan motor harakatlangan bo'ldi. Odat oil ishlatgan tok 220 bo'lg'achqa, mushdardagi toklarni kontrol qilib, masalan, chiroqlarni o'chirib, yondirib, degandek ishlar qilish uchun shu DTNC'dan foydalanamiz. Andan keyin bu yakka holatga. Undan boshqa bu bir jüpken ama onu başka 7'si 8'i bir alatkiler var. Onlarla ma kontrollaş usulü opmoşuşa. Endi diqqat qilgan yerimiz ba'zilarininki bu bu yerga biz GND'ni ulg'an vaqtimizda, yani 0 volt bergan vaqtimizda anondik ulindiganlar bor. Yani 5 volt bersak uzildigan ma'qul holatlar bor. Biz bularni yani o'zining ta'minlagan materialiga asosan tanlab ko'rib tushunib, andan keyin shu bo'yicha ishlasak bo'ldi. Mana bu yuqori besimni kontrollash bo'lagi bo'ldi. Biz bundan foydalanib turib, zavodlarni avtomatlashtirib chiqalaymiz. Hozir mashinada yasash bir qadar moda qoldi. Yine bunun qiziqadiganlar nihoyat ko'p. Andan keyin bu mashinada biz qanday yasab chiqamiz, zada qanday qilib mashinada yasag'il bo'ldi. Bu vaqt qiziqadiganlar nihoyat ko'p. Bu vaqtda biz qisqacha to'xtalsak, yani tordan izlesanglar hamda shu o'yinchoq shakldagi nurg'un mashinadamlar bor. Lekin biz buni yani o'xshashlar cho'ngaytib yazsak, bu emniyet ishlatga bo'ladigan mashinadam o'zgardi. Yani mavi tiplikler bo'lsa, sanat ishlatadigan mashina odamlarga tahlil qilingan. Endi biz agar biz bularni yasaymiz, qiziqib, uni buni qilg'uz boqamiz deb qolsak, biz bularni qanday yasab chiqamiz degan vaqtida, yani bularningki asosiy materiallar bor. Eng muhim bo'lgan material Doji deb manda bir motor bor. Bu qanday motor degan vaqtida buni 3 tal sim bor. Ma'butun bo'lsa biz maxsus PWM degan signal put o'chatamiz, ya'ni Arduino'niki. Chuqur bu PWM yani bu ayg'isizlik bo'lgan, yani analog write chiqadigan ma'butiga, yani shu 6 tal putni qolgan put o'chatsak bo'ldi. Chuqur shu signal putni shu putga chetishimiz kerak. Ananiki maxsus puti bor, maxsus funksiyasi bor. Shu funksiya orqali biz shu gradus motorini necha gradus aylantirishni belgilaymiz. Yani 90 gradus yani tik aylanadi, 180 deganda, yani 0 gradus deganda, yani 10 kildi. Herkes o'zgarib ketmaydi. Yani tok kesimi 90 gradus desak, naq shu 90 gradus kelgan bo'ldi, mana bu.
Biz bunun deb aylanib turib, agar biz bu mashinada yasaymiz deb qalsak, intayin tez surat hisob chiqalaymiz. Yani bularning shu har bir bo'g'imga ishlatkini shu graduslik motor. Hammasi gradus shakli bo'yicha kurashtirib chiqarilgan bo'ldi. Andan keyin bu qolgan materialdan bo'lsa, ya'ni turda maxsus ta'minlangan shuningki jihozlarni maxsus sotganlar bor. Yoki bo'lmasa o'zimiz qalaydan yasab degandek qilsak ham bo'ldi. Andan keyin eng oxir berib, yana shu faqat biz shu doji ya'ni gradus motorni kontrol qilsaklar, shu mashinada harakatlangan bo'ldi. Yani bundan başka nurgun senzorlarını o'rnatamiz degandek. Bunu ishlatgan vaqtimizda bu mos qadamlik. Mos qadamni ishlatgan vaqtimizda ko'p uchraydigan mushkula. Ya'ni buningki motorning o'zi shu, andan keyin kontrollash taxtasi uchini ishlatamiz. Andan keyin bu kontrollash taxtasiga manba ta'minlaymiz. Ya'ni mayda mayda minus plus deb turadi. Minus plusni ta'minlaymiz. Yine demakchi bo'lgani 5 voltdan 12 voltgacha bo'lgan manba bersak bo'ldi ekan. Andan keyin mayda 4 ta put bor ekan. Bu 4 ta putni qanday kontrol qilamiz degan vaqtida endi bu motorniki tuzishi bunda. Shunday nurg'un o'ramlardan tuzilgan bo'ldi. Andan keyin bularni hammasini biz bularni hammasini biz manfiy put qo'lladik. Andan keyin biz agar biz bu yani musbat put qo'lgan vaqtimizda buni ichida bir yani mayadikini şimal qutub, yani janubiy qutub degan vaqtimizda ikkisidan tok o'tgan vaqtida uningga manfiy berdik. Agar mana signal bergan vaqtimizda mayadan magnit paydo bo'ldi. Shuning bilan mana tatib turgan bo'ldi. Ikkinchilab mana signal bergan vaqtimizda u chog'da mayga tatishidi. Shu tartib bo'yicha signal bergan vaqtimizda bu bundaq aylangan bo'ldi. Shu mayadagi 4 tal putga qanday signal beramiz degan vaqtimizda birinchi put, ikkinchi put, uchinchi put, to'rtinchi put deb 4 tal put bo'lgan vaqtida buning signal berish tartibi bunda bo'ldi. Yani bu 4 xillardan keyin davomli takrorlandi. Mana bir xil berish usuli. Bu xil bergan vaqtimizda buni tartib bo'yicha aylantirish maqsadiga yetalaymiz. Tartib bo'yicha aylantirish maqsadiga yetalaymiz. Andan keyin yana bir xil signal berish usuli bor. Ya'ni mana bilan mana teng bergan vaqtimizda buningdan magnit hosil bo'ldi. Buningdan magnit hosil bo'lgandan keyin buni tortishadigan o'rin naq o'ttirsa bo'ldi. Shunga yana bir xil berish usuli bor buningda. Yeni avval biz bir deb bergan bo'lsak, ikkinchilab bunda birimizda, uchinchilab bundaq, to'rtinchilab, beshinchilab, oltinchilab, yettinchilab, andan keyin 8-lab. 8 xil birimiz. Yani 64 qitim bergan vaqtimizda bu bir qitim cho'kilaydi.
Anondan keyin qarasak motorning o'qi o'ttirdi demasa, o'ttirdi emas. Demak, men chiqchaqlar bor degan gap. Ma chiqchaqlan qo'shqa vaqtimizda anondan keyin 64 ko'paytirilgan 64 qitim signal bergan vaqtimizda yine mani bölümüz yine signal her bir qitimliği bir qitim hesap oldu. Qo'shimchalik signal bergan vaqtimizda 4096 oldu. Qo'shimchalik signal bergan vaqtimizda mana 360 grad aylangan bo'ldi. Demak bu aylanış surati intayin osti degan gap. Bu Putin diyenciniki olayligi. Yani bununla azırak hatalık farkı var. Bunu endi hesaplap degandek tuvan çekişegi buldu. Andan hazır biz Tranko to'g'riliq to'xtalaylik. Tranko va Binko to'g'riliq. Biz oldingi so'zlab o'tib bo'ldik. Yani her bir o'nlik sınaq sistemasiga mos bo'lgan sonlar bo'ldi. Andan keyin 8lik sınaq sistemidagi sonlar bo'ldi. Bu sonlarni o'zaro aylantirish bo'ldi. Udul mos bo'lgan sonlar bor. Yani 16lik sınaq sistemidagi sonlar bor. Andan keyin asigma. Asigmalık harflar bor. Harflar bilan shu son udul mos kelgan bo'ldi. Bir-birini o'zaro aylantirg'ul bo'ldi. Andan keyin mayda ikkilik sınaq sistemleri var. Mesela xalqan F degan harf bo'lgan bo'lsa, bu o'nlik sınaq sistemimizda 16 15 degan bo'ladi. Andan keyin ikkilik sınaq sistemasi bo'lsa, 4 tal 1 ifoda degan bo'ldi. Endi biz uçurni bir tarafga vaqtimizda, mesela men bir joyda uçurni yana bir yerga evatmoqchi. Ya'ni men ikki Arduino o'zaro bog'lamoqchi. İki Arduino o'zaro bog'lamoqchi bo'lsam, qanday usul qo'llanishim mumkin deganda, men 8 tal putini tanlab oldim. Mayli bir Arduino bor. Bu Arduino'ni men yana bir yerga birini o'rnashtirib, ikkisini ham 8 putni o'zaro nima qildim? O'zaro tutashtirdim. Andan keyin men shu har bir putiga 0101 ni berish orqali men yana bir Arduino'ga shu Arduino nima demoqchi ekanligini bildira olaman. Ya'ni mashadagi ikkilik son, ya'ni men FF degan son yo'llamoqchi. Uchoqda men shu 8 top namisma code yamping, ya'ni hammasiga bir degan raqam bergandan keyin qarashtirib qabul qilganda hammasi bir bo'lgan holatda qabul qilgan bo'ldi. Agar men 0F degan yo'llamoqchi bo'lsam, 4 tal 0, undan keyin 4 tal 1 ni yo'llayman. Shu mayda mana 4si 0 4si bir holat yo'lunda qarshi tarafma shu holat qabul qilgan bo'ldi. Mana bu Binko, ya'ni parallel eg'iz orqali yo'llash. Parallel eg'iz orqali yo'llashni mushkilot deb boramiz. Endi agarda yuqori kenglikdagi masalan 64 kenglikdagi usullarni yo'llash uchun 64 tal eg'iz bo'lishi kerak. Bunda olganda yine o'tirib ulaydigan sim bir isrofchilik qildi. Shunga olimlar qanday bir narsa kashf qilgan deganda, mayda Tranko, ya'ni tutash yig'ini kashf qilgan. Bu tutash yig'iz qanday uchirib bitirib qildi deganda, ya'ni bu tarafga kelgan 8 tal putni bu tarafga kelgan 8 tal uchurni bu tarafga 8 tal yo'llash.
biz an'anaviy usulda 8 tal sim ishlatdik. 8 tal sim ishlatdik. Oldindan buni qanday bir taraf qilgan deganda, endi 8 tal uchurni birlashtirib 2 tal sim orqali yo'lgan. Yeni mayedagi 8 tal uchurni mayedagi 2 tal ma'lum bir o'zgartirish orqali 8 tal uchurni 2 tal sim orqali yo'lgan. Andan keyin oxirida yeni o'zgartirish orqali yeni 8 tal uchur o'zgartgan. Mana mayedagisi bo'lsa tutash eg'iz, ma bo'lsa ma bu parallel eg'iz, ma bu tutash eg'iz bo'ldi. Bu tutash eg'izning qanday prinsipi bor deganda, bir necha xil prinsipi bor buningda. Ya'ni birinchi putida to'xtamay bir signal yo'llanib turdi. Onun chastosima intayin yuqori, ya'ni cho'qim manondan ma bu tutash eg'izningki eng az deganda 8 ga barobar kelishi kerak. Ya'ni mana shuning chastosini to'xtamay birsida signal yo'llagan bo'lsa, yana birsida signal yo'llangan. Buningda bu bir simninki chastosi muqima 01 01 01 01 holatda. Andan keyin qarshi taraf qabul qilmoqni qanday qildi deganda, har bir qatim 0 ga o'zgartgan vaqtida yoki 1 ga o'zgartgan vaqtida yana mushu yana bir simdagi uchurni analiz qildi. Yana bir simdagi uchurni analiz qilgan vaqtida har bir qatim bir holatda xatolaydi. Mana 0 bo'ldi, mana 0 bo'ldi, mana 1 bo'ldi, mana 0 bo'ldi, mana 1 bo'ldi deb har bir qatim 0 bo'lganda yoki 1 bo'lgan vaqtida astidagi uchurni xatolaydi. Shuning bilan mayedagi uchurni yiroqonlikqa 2 tal sim bilan yetkazib bo'ldi. Mana bu chankoning bir xil alayligi. Yani undan başqa mayedagi signal mana bu chastota ta'minlaydigan massimni ivetgan vaqtimizda u yerda mana ichki qismida chastota hosil qiladigan ayrim bir uskunsini qadimiz. U yerda biz 16 megahertzlik bir chastota ta'minlagich qatdiq. Bunun signal chiqarishma 16 megahertz bo'ldi. Matrapning 16 megahertz bo'ldi. Bu yerda ikkisining chastotasi teng. Bu yerda biz birinchisini ivetsek bo'ldi. Birinchisini ivetgan vaqtimizda matrapdan uchur yo'llasaqma qarshi tarafga boradi. Borgandan keyin buni yo'llash tezligi 16 megahertz bo'ldi. Qarshi tarafning analiz qilish tezligi 16 megahertz bo'ldi. U yerda biz faqat bir tal sim bilan yo'llay olamiz. Mana bunda. Bir tal sim bilan yo'llay olamiz. Matrapma bir tal sim bilan yo'llay oladi. Shuning bilan araliqda faqat 2 tal sim bor. Demak, araliqdagi bu 2 tal simni biz chanko deb ataymiz. Ya'ni tutash eg'iz. Endi biz shu Arduino'da bu tutash eg'izni qanday ishlatamiz degan vaqtda odatda biz an'anaviy usulda 9600 Hz holatda ishlatamiz buni. Ya'ni buningki tutash eg'izi qaysi deganda mana ikkisi 0 bilan 1. Yani qarasam istirlik bor TX deganimiz shu Arduino nisbatan qarshi taraf yo'llash eg'izi. RX bo'lsa qabullash. Bundaqda biz tutash eg'izini qanday ishlatamiz? Yani 0 bilan 1. Bu alayda ikki eg'iz, bu alayda eg'iz. Biz buni kirish chiqish deb tanishib o'tamaymiz. Yani bunun alayda bir tipi var. Yani serial desak bo'ldi. Serial desak bo'ldi. Hozir bu Arduino'ning tipidagining faqat bir yurishli bor. Cho'ng tipdagisining bo'lsa 4 tal tutash eg'izi bor. Hozir biz mani tanishib ishlatmoqchi bo'lsak, serial chekit begin deb ishlatamiz.
begin deb 9600 deb bunun chastosini tangshaymiz. Andan keyin ishlatgan vaqtimizda yo'llash uchun serial print deb o'zimiz yo'llamoqchi bo'lgan sonni yoki harfni yozsak, hozir ma'ni biz chunko yo'llatdik. Andan keyin qarshi tarafda chunko simi bo'lgan bo'lsa, o'zaro ulaymiz, ya'ni mayadagi ishki Arduino ulash uchun ma'niki chiqish yig'izini qarshi tarafning kirish yig'iziga ulaymiz. Ya'ni ma'niki kirish yig'izi bo'lsa, qarshi tarafning chiqish yig'izi bilan o'zaro ulaymiz. Bu qanday ulaymiz degan vaqtimizda, ya'ni ikki Arduino'ni o'zaro o'chir almashtirish uchun buning 0 putini mana 1 putiga 0 putini mana 1 put ulaymiz. Uchirmanda manda keladi. O'zaro munda aloqalarda. Endi biz ikki Arduino'ni uladik. Bunda da boshqa usullar qanday ulaymiz degan vaqtimizda, mayadagi ko'ktishniki ig'zi qirsaq TX RX deb turadi. Yeni bu bir mushu hozirgi o'lchamni biz UART deb ataymiz. Mushu o'lchamni qo'llaydi. UART ni qo'llaydigan har bir uskuna mushu hozirgi mushu BIOS ulsaq bo'ldi. Endi mayadagi TX ni mana RX ga ulaymiz. TX ni mana RX ga ulaymiz. Bu yerda biz uchur yo'llasak, mana keladi. Mana yo'llangan uchurni mana qabul qilamiz. Endi mayadagi GSM, endi mana kartaniki yine ma telefon kontrollash o'zikiniki, telefon kontrollash taxtchiniki qarasak, mayda ikkisi bor, mayda. Mana TX RX deb ikki ta puti bor. Andan keyin buni ishiltish usuli o'zining tushuntirish qo'llanmasi bor. Yine ma knopkani azroq chekib tursak, bir chiriq bor. Kartani sep bo'lgandan keyin normal yuruydi. Andan keyin mana bassa bu baş üst chati. Andan keyin mayda deyilgan birsi C siziq TX, yana birsi T siziq TX bo'ldi. Biz mayadagi simni yoki man ishlatishni belgilaymiz. O'zining tanishlash qo'llanmasida mana material tanishlashning usul bor manada. Bu simni mayaga yoki mayaga ulab birdigan ikkisiniki ayrim bir tanishlash qurilmasi. Biz mayadagi ikkisining manbasini ta'minlaymiz, ya'ni shunda o'rtaq qilamiz. Andan keyin ikki tal simni kelib TX ni bunun RX ni TX qilsak, yani o'zaro ulanda buni uchur yo'llasak, mana keladi, mana uchur yo'llasak, mana keladi degan. Bu yo'llashning usullari, ulashning. Andan keyin buni biz agar biz kompyuter ulmoqchi bo'lsak, ma ikkisini kompyuter ulash holatida tangshaymiz. Andan keyin ma bu ig'izga chatilgan maxsus sim bor. Bu simni andan keyin kompyuterning USB ig'izga chatsak, yani o'xshashla kompyuterningki hozir men managa Arduino uldim. Arduino COM5 ni turibdi. Hozir biz bu COM ig'izini nazorat qilish detalini qo'zg'atsak, yani mayda COM5 deb chiqdi. Biz bu ig'izni ochamiz. Ochgandan keyin bu detalni ishlatgan vaqtimizda 16lik shaklda yoki harf shaklda yo'llash, ikki xil yo'llash bunda. Qarshi taraf qabul qilgan vaqtida qarshi taraf qabul qilgan harflarni manchga qo'ysak, son shaklda ko'rsatadi. Çekmişsek harf şekil gösteriyordu. Aman ivetsek biz harf şekil yollamaymiz emaga. Harf şekilde yollasak ma Arduino'nun özü kelgen buldu. Ananki ma keynidiki bu olsa yani quratlash belgisini qo'shadigan ya bu. Bu orqali
Arduino'ni uyalaymiz ham GSM'ni uyalaymiz. Bu orqali bununla telefon kelsa, uçur kelsa, bevositali detal keldi. Detalg'im keladi, ham Arduino'ni olsak, Arduino'g'im keldi. Anandan keyin hozir biz uçur yo'llashni ko'rdik. Ham uçurni qanday qo'llaymiz deganida, qarshi taraf bir Arduino uçur yo'llagan bo'lsa, buni biz qabul qilmoqchi. Bundaqda biz available deb bu xasligi agarda 0 dan cho'ng bo'lgan bo'lsa, uçur qabul qilgan bo'ldi. Uçur qabul qilgan bo'ldi. Ya'ni uçur bo'shu Arduino kelgan bo'ldi. Bu jarayonda uçurni char holatga bir o'zgartirish mutlaq olsak bo'ldi. Ya'ni bu davriylik, davriylik. Ya'ni bir qatam ip bo'ldi, ip bo'lgandan keyin qaytib kelib yeni tekshiraydi. Ya'ni agar bu 0 dan cho'ng bo'lsa, yeni oladi. Demak, mayadagi o'qiyotgan narsa bir tal emas. Ya'ni mayada har holatda nurg'un narsalar, ya'ni bular nurg'un chardan tuzilgan. Her bir charni bir taldan elib, oxirida buni biriktirishimiz kerak. Shuni biz bu yerda string tipli o'zgaruvchi muhtar aniqlaymiz. Andan keyin har bir charni mushu s bilan biriktiramiz. Ya'ni charninki s tang bo'ladi. Bu holatda biriktirib oxirida mayada kelgan vaqtimizda biz barliq uchun o'qib bo'lgan bo'lamiz. Ama uçur o'qishning jarayoni bo'lsa uçur yo'llashniki. Andan keyin agarda biz GSM to'g'riliq davomli o'rganamiz deb qolsak, ya'ni buningki o'zininki har xil buyruqlari bor. Ya'ni shu GSMni kontrollaydigan, ya'ni buni telefon uçur yo'llaydigan har xil iqtidor shakldagi buyruqlar bor. Biz bularni shu ta'minlagan materialni sotib olsak bo'ldi. Materialni ko'rsak bo'ldi. Ya'ni buning munosabatli nurg'un misollar bor. Bu yani qarasak, yani nurg'un misollar bor. Biz bularni bir taldan açsak, yani shuning munosabatli bo'lgan, yani nurg'un kodlarni ko'ra olamiz. Yani bayatdan deb o'tgan dojini ko'rib boqaylik. Yani buning kodlariga qarasak, avval cho'qib ambar uchun akirmiz. Akirib bo'lgandan keyin biz dojini qanday kontrollaymiz degan vaqtida ikkisini manbachatdiq. Bu signal putini biz agarda 9-putga chatdiq desak, uchoqda biz kodimada yozamiz. Stereo deb bu bir o'zgaruvchi muhtarni aniqlaymiz eng ustiga. Andan keyin shuningki xosligini belgilaymiz. Ya'ni nechinchi put qo'llandi bu doji nechinchi put qo'llandi. Hozir 9 dedik, 9 deb yozibdi. Nechinchi put qo'llanganligini mayda belgilaymiz. Andan keyin buning ichida shuningki yani şu dojininki yani gradus motoriga birimiz deb biz mayada 0 dan 180 gacha bo'lgan sonni basaklar shu motor shuncha gradus aylangan bo'ldi. Bu gradus motorni ishlatishning usuli.